Litsenziyalangan firmadan 2026-yil avgust oyiga va sentyabr oyiga umra safariga bormoqchiman. Hikmat Travel'da narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun aynan sizlar uchun video bo'ladi. Videomizni oxirigacha ko'rib, layklarni bosib tursalaringiz, sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Bugun Hikmat Travel Abdug'ofur akani oldilariga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz obunachilar uchun endi aka yangi reyslar qo'yildi deyapsiz. Bitta narxlarini tushuntirib berasiz. O shart-sharoitlari qanaqa bo'ladi aka borishgandan keyin? Xo'p bo'ladi. Farg'onadan avgust oyidagi reyslarimiz 23-avgust kuni bor, 29-avgust va 30-avgust kuni bor. Farg'ona reyslarimiz. Buni narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Yo'q, biz vodiydan biz Toshkentdan boramiz deydigan obunachilarimiz uchun avgust oyini 24-25-avgust kunlari Toshkentdan reyslarimiz bor. Bularning narxini $965 qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. Oyda oxiriga ham reyslarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsalaring qilib beraveramiz, xudo xolasa. Telefon qilsa, xudo xolasa chiroyli qilib tushuntirib beradi. Qachonga borligi? Xudo xolasa. Xo'p. Yo'q, men sentyabr oyiga boraman deydigan obunachilarimiz uchun Toshkentdan 4-sentyabr kuni bor reysimiz, 5-sentyabr, 6-sentyabr, 7-sentyabr, 8-11-12-sentyabr kunlari Toshkentdan reyslarimiz bor. Buni narxini $965 qilib beramiz Toshkent reyslarimizni. Ben sentyabr oyiga vodiydan bormoqchiman deydigan obunachilarimiz uchun Namangandan reyslarimiz bor. Bularda kunlari 3-sentyabr, 10-sentyabr, 17-sentyabr va 24-sentyabr kunlari reyslarimiz bor Namangandan. Buni narxini $995 qilib beramiz, xudo xolasa. Zo'r. O'zlariga qulay bo'lgan sanada, o'zlariga qulay bo'lgan oyda, qulay bo'lgan joydan ketsa bo'lar ekanda, bemalol. Xudo xolasa, vodiydan ketsa-da, xolasa Toshkentdan ketsa bo'ladi. Zo'r. Endi aka, mana narxlarda eshitdingizlar, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi aka? Xo'p, to'lovlarimiz xohlasa kelib ofisga to'lov qilsin. Ofislarimiz manzillari Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Xo'p. Xohlasa onlayn to'lov qilsin. Mash nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz ishlayapti. Aloqaga chiqsa rasmiy hisob raqamlar beramiz. Bank orqali to'lovlarni qilsa bo'laveradi, xudo xolasa. Zo'r. O'zlariga qulay bo'lgandan to'lovlar amalga oshirsa bo'lar ekanda, demak. Endi aka, borishgandan keyin sharoitlari qanaqa bo'ladi? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastinisalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha gastinisalarimiz uzoqligi. Lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Qaysi bir bo'sh bo'lsa o'shga tushasizlar, xudo xolasa. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Joylashuvlari 4 kishilik, 5 kishilik joylashuv bo'ladi. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Zo'r. Xo'p, bundan tashqari aeroportdan 50 boshimiz birga borib, birga kelishadi. Xudo xolasa iloji boricha. Undan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka bejik beriladi va qaytilayotganda 5 litr zamzam suv bonus sifatida qo'shib beriladi. Agar mabodo 50 boshi birga ketmasa, aeroportdan O'zbekistondan va Saudiyada aeroportda kutib olishadi, xudo xolasa. Zo'r. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, o'zlarining joylarini bron qilishlaring mumkin. Xudo xolasa telefon qilsalaring yanada to'liqroq ma'lumot beriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, shunaqa videolar sizlarga birinchilardan bo'lib chiqib boradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha